Assalomu alaykum, e'tiboringizda Nazar haftalik ma'lumot dasturi. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim xabarlariga yana bir bora nazar solamiz. Studiyada Davron Nasibxonov bugungi dasturimizda. Bu yil sayyohlarni Qirg'izistonning janubiga jalb qilishga e'tibor qaratiladi. Daha ko'proq sayohatchilarni bu yoqqa tortganga harakat qilamiz. O'lkadagi tug'ruqxonalarda tashlab ketiladigan go'daklar uchun maxsus joy ajratiladi. Buni o'zi mamlakatlik siyosatga to'g'ri kelmaydi. Qorasuv rayonidagi Papan qishloq hukumatining yashovchilari yo'lni saqlab qolish uchun mahalliy hukumatga murojaat qilishdi. Bizga tarozi qo'yib bersalar, o'sha chechiladi-da. Pirsep sudrab qataybi, qolasa 7 tonna yuklaydi, qolasa 10 tonna yuklaydi. Batken shahrida Joriy kengashning nos sotishning taqiqlash bo'yicha qonun loyihasiga qarshi miting bo'ldi. Bu yil Qirg'izistonga keladigan sayyohlarning soni ko'payishi mumkin. Shuningdek, Issiqko'ldagi sayyohlik mavsumi bir oy avval boshlanadi. Sayyohlarni Qirg'izistonning janubiga jalb qilishga e'tibor qaratiladi. Hozirda sayyohlik mavsumiga qarata tayyorgarliklar olib borilib, dasturlar ishlab chiqilmoqda. Unda birinchi navbatda tarixiy va dam olish joylarini reklama qilishga e'tibor qaratiladi. Sababi sayyohlarni jalb qilishda tegishli kompaniyalar olib borgan ishlarning natijasi oz. Shu sabab davlat miqyosida tarixiy joylarni e'lon qilish bilan bog'liq festivallar uyushtiriladi. Davlatning janubi sayyohlarni nima bilan jalb qila oladi? Bu savolga navbatdagi lavhadan javob olasiz. Ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonga bir yilda 1 millionga yaqin sayyohlar tashrif buyuradi. Ularning 20 ming nafarigina davlatning janubiga keladi. Mazkur ko'rsatkich davlatning shimoliga nisbatan juda oz. Shunday bo'lsa ham davlatning janubiga sayyohlarni jalb qilish uchun katta imkoniyatlar bor. 3000 yillik tarixi bor qadimiy O'sh shahri va Sulaymon tog'i sayyohlar qiziqishidan chetda qolmaydi. Shuningdek, tarixiy yodgorliklarning biri bo'lgan O'zgan minorasi va Qaraxaniylar davriga tegishli gumbazlar katta ahamiyatga ega bo'la oladi. Tabiatning go'zalligi bilan farqlanib turgan joylar ham davlat janubida ko'p. Masalan, Sarichelak, Arslonbob, Qarasho'ro, Abshirota kabi joylarning nomini atash mumkin. Lekin mazkur joylardagi sharoitlarda kamchiliklar bor. Shu sabab sayyohlar kutilgandan 70% oz jalb qilinmoqda deyishadi sayyohlik kompaniya vakillari. Туристтер жөнөкөй эле жерлерге келе бербейт. Азыр бардыгы бизде коммуникация аябай жакшы иштеп калды. Интернет, сайттар келердин алдында ошол аябай жакшы информация алып келишет да. Туристтердин келиши үчүн биздин эң биринчи инфраструктурабыз аябай жакшы болуш керек. Аларга комфортный условиялар жакшы болуш керек. Санитарный состоянияларыбыз жакшы болуш керек. Культурабыз жакшы болуш керек. Тазалыгыбыз жакшы болуш керек. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, mazkur masalada davlatning janubiga yetarli e'tibor qaratilmayapti. Sayyohlarni jalb qilishda xususiy sayyohlik kompaniyalarining tegishli e'lonlari yetarsiz. Shu sabab davlat hissasi ham zarur bo'lmoqda. O'sha turistik regionga kelib, o'sha departament turizmdagilar kelib, turistik kompaniyalarda jinab, jin o'tkazib, to'g'andar nima kamchiliging bor? Shu turizmni o'niqtirish uchun nima ishlarni qilsak yaxshi bo'ladi. Daha ko'proq sayohatchilarni bu yoqqa tortganga harakat qilamiz degan narsalarni bu yerda aytib ketsa, javob olmasa bizga materiallik jaqdan emas, morallik jaqdan yordam bo'la turgan bo'lsa, o'ta yaxshi bo'lmoq. Davlatga sayyohlarning ko'pchiligi Yevropa va Xitoydan buyuk Ipak yo'li orqali keladi. Ular tarixiy joylarni ko'rib, urf-odatlar va madaniyatlar bilan tanishishga qiziqishadi. Sayyohlar qanchalik ko'p kelsa, foyda ko'p bo'ladi. Biz o'shanday o'zimizning qiymilimiz bilan, o'shanday o'zimizning to'g'ri yo'limiz bilan turizm orqali men bilan o'niksak bo'ladi. Qirg'iziston ertaga turizmdan bir o'sha Malayziyaga o'xshagan, Turkiyaga o'xshagan, Ispaniyaga o'xshagan, Fransiyaga o'xshagan turizmdan bor-borini aylanishga ko'zim yetadi. Uning uchun bizning harakatimiz kerak, bizga mamlakat jaqdan podдержка kerak. Madaniyat, ma'lumot va sayyohlik ministrligining ma'lumoti bo'yicha davlatning janubida turizmni rivojlantirish uchun 2016-yilga turli ishlar rejalashtirilgan. Masalan, joriy yilning may oyida O'shda etnik festival o'tkazish arafasida, shuningdek tarix va madaniyat yilida tadbirlar ko'p o'tkaziladi. Bu bo'yicha atayin iş-çaralar qabul alып, turizmni өнүктүрүү боюнча бүт райондорго, жер-жерлерге, тиешелүү мекемелерге berilip, anın iş planını atqarışı көзөмөлгө alınıp turadi. So'nggi yillarda davlatda sayyohlarning kelishi ko'payib borayotganligi seziladi. Mazkur yo'nalishni rejalashtirish uchun sayyohlik kompaniyalari bilan davlat birgalikda ish olib borish kerak. Majnun Ulug'bek qizi, Qamchibek Xo'jayev, Aybek Bedilbekov, Intimaq.
O'lkadagi tug'ruqxonalarda tashlab ketilgan go'daklar uchun maxsus joy ochilishi kerak. Bunday tashabbusni Sog'liqni saqlash ministrligi taklif qildi. Unga ko'ra, har bir tug'ruqxonada bolasidan ajralgisi kelgan ayollar uchun go'dakni tashlab ketadigan maxsus qutilar qo'yiladi. Ministrlik bu bilan o'z go'daklarini o'ldirib, ko'chaga, hojatxonaga tashlab ketish holatlarini oldini olsa bo'ladi deydi. Tahlilchilar esa agar tashabbus qo'llov topsa, tashlab ketilgan bolalarning soni keskin ortishini ta'kidlashmoqda. Tashabbusning salbiy va ijobiy natijalari haqida muxbirimiz bayon qiladi. So'nggi vaqtlarda o'z farzandini ko'chalarga, hojatxonalarga va chiqindixonalarga tashlab ketgan vaziyat ko'paymoqda. Shuningdek, farzandini vahshiylik bilan o'ldirishga harakat qilgan faktlar ham yo'q emas. So'nggi 4 oy davomida o'z farzandini nobud qilishga harakat qilgan 10 ga yaqin vaziyat ro'yxatga olindi. Yaqinda O'sh shahrida bir fuqaro 2 yoshdagi farzandini tashlab ketgan. Tergov jarayonida uni bo'g'ib o'ldirishga harakat qilganligi aniqlangan. Bir ay murun O'sh shahrida O'sh shahrına çekti жайгашкан айылдардын биринин тургуну өзүнүн 2 жашар баласын биринчиден үй шартынын бауга каражаты жетишпестигинен, экинчиден өзүнүн өмүрлүк таштап кеткен өмүрлүк жолдошун өчөшүп, уул баласын 2 жашар баласын O'sh шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн бирине түнкү саат 9da таштап кеткен. Bu kabi salbiy ko'rinishlarni oldini olish maqsadida Sog'liqni saqlash ministrligi tug'ruqxonalarda chaqaloqlarni qoldirish uchun maxsus qutichalarni tashkillashtirishni rejalashtirmoqda. Ministrlik mazkur yo'l bilan tashlandiq bolalar o'limini ozaytirishni ko'zlamoqda. Ошол боюнча биз азыр алардын дагы мындай иштерин кандай болот, эмне болот, ошол дагы биз угушубуз керек. Бияктан дагы өзүбүздүн мамлекетибиздин эмесине жараша биз дагы адаптация кылышыбыз керек. Эми кыргыздын негизи мындай нукура кыргыздын эмесинде мындай бала таштап мындай эмескендей мурун эле жок болчу да. Maxsus qutilarga farzandidan voz kechgan onalar chaqaloqlarni tashlab ketsa bo'ladi. Bu ish yashirin olib borilib, maxfiy saqlanishiga 100% kafolat bor. Tashlangan chaqaloqlar bolalar uyiga o'tkaziladi. Fuqarolik jamiyat vakili Zeynab Eshmuratovaning so'zlariga ko'ra, mazkur chora qarovsiz qolgan bolalarning sonini keskin ko'paytirib yuborishi mumkin. Sababi ayrim onalar shaxsini tanitmaslik maqsadida farzandlarini bolalar uyiga berishga botina olmaydi. Taklif qilingan chora esa ular uchun katta imkoniyat yaratib beradi. Бул өзү мамлекеттик саясатка туура келбейт. Себеби биз үй бүлөнүн баалуулугун жогорулатабыз деген аракеттерибиз мамлекетте азыр туура эмес, өтө көп өлчөмдөгү акча каражаты менен иштеген жатак типтеги мекемелерди кайра жоюп, алардын ордун алмаштыруучу, аларга альтернативдик жакшы ыңгайлуу шарттагы кызмат көргөзүүчү кичи малогабаритный дейт да, кичи типтеги кармоо жайларын уюштуруп атабыз да. Hozirda Sog'liqni saqlash ministrligi loyiha tayyorlab, jamiyat muhokamasiga qo'ydi. To'liqlovlar va o'zgarishlar kiritilgandan keyin Jo'g'org'i kengash muhokamasiga yuboriladi. Qo'shimcha qilib o'tsak, mazkur tizim chet davlatda qo'llanilgan. Unda maxsus derazalar o'rnatilib, chaqaloqlarni solish uchun qutilar o'rnatilgan. Bunday yerlarga farzandlarni tashlab ketganlar javobgarlikka tortilmaydi. Tug'ruqxonalarda tashlab ketiladigan go'daklar uchun maxsus joy ochish zarurati bormi degan savol bilan shahar yashovchilariga murojaat qilganmiz. Jamoatchilikning fikrini quyidagi lavhada ko'rasiz. Негизинен туура эле болчу. Азыр бардык эле адамдар ар кайсы жерлерге таштап атат да. Анан ушуларды чогултуп, эми чеке башка жактарга алып барса жакшы болмок биз үчүн эле. Каршымын. Себеби эмне? Өзү төрөш керек, баласını мындай каалаган баланы төрөп, аны эрежеге жеткириш керек. Анан төрөп туруп таштай турган жер болсо андайлар көбөйүп кетет менин оюмча. Таштаган аялдар. Katta günah болот да балам. Азыркылар ошондой кылып ал жерге таштай берсе, каттага кичике немеси тийип калат да убалы. Ондай кылышпасын, ондай болбосун. Мен ошону эч ошондой кылгандарына мен жооп бербейм. Таштанды балдарды алар жай уюштурган туура деп ойлойм. Себеп ал жайды уюштурбаса балдар ар кандай жерде калышы мүмкүн. Ошол жайды уюштурса, бала ошол жайда өсөт, өнөт жана жакшы тарбияланат деп ойлойм. Туура эмес, ошо төрөөнү багыш керек. Төрөй коюш керек. Мен оюм ошо.
Qorasuv rayonidagi Popon qishloq hukumatining yashovchilari yo'lni saqlab qolish harakati bilan mahalliy hukumatga murojaat qiladi. 20 tonnaga loyiqlashtirilgan ko'priklardan hozirda 60 tonnagacha bo'lgan yuklar olib o'tilmoqda. Yashovchilar buzilgan ko'priklarni ta'mirlash talabi bilan avval Xoa mashinalarining egasi deyilgan Jalil Atambayevga murojaat qilishgan. Atambayev yo'llarni ta'mirlab berishdan bosh tortgandan keyin qishloq hukumatiga norozi tarozi o'rnatib berishni iltimos qilishmoqda. Belolma ko'mir konidan yuk olib o'tgan transportlar mazkur yo'l bilan yurishadi. Bunday og'ir yuklar uchun moslashtirilmagan ko'priklar, yo'llar davlat tomonidan 1 yilda bir marotabagina ta'mirlanadi. Bizga mamlakat jaqdan solingan narsalar tez buzilib ketdi. Garantiyasi 30 yillik narsalar 5 yilga jetmay talqalanib ketdi. Anani o'z-o'z elder çoğulu vaqtcha çoğultib, munantib yo'llarga shag'al to'shab жылда ушундай кылабыз. Бул холор ушинтип каттаса 1-2 жылда дагы талкалап салса анан мамлекетке арыз жасаса деле оңдойт алар. Себеби гарантиясы менен берген үчүн неме болот. Ошого биз элди чыгып ушу хотя жолубуз болбосо дагы көпүрөбүздү сактап калайлы деген неме менен ушинтип chiqib o'tiramiz bardig'imiz. Qo'jikelin qishlog'idan O'shgacha bo'lgan oralikda 7 ko'prik bor. Ular o'tgan yilda 30 yillik kafolat bilan foydalanishga berilgan. Lekin og'ir vazndagi yuklar olib o'tishlar sababli ko'priklar 1 yilga yetmay buzilishi boshlangan. Aslida ko'priklar 20 tonnaga moslashtirilib qurilgan, lekin hozirda mazkur yo'ldan o'tuvchi transportlarning o'z vazni 20 tonnaga yaqin. Ularning har biri 30-35 tonna yuk olib o'tadi. Belgilangan me'yorni saqlamay, aniqroq aytganda 50-60 tonna yuk bilan o'tib yo'lni buzilishiga sabab bo'layotgan holatlar Besharcha kompaniyasiga tegishli ekanligini yashovchilar aytishmoqda. Lekin haydovchilar Jalil Atambayevning qo'l ostida ishlamasligini bildirishdi. Jallakaniki deb aytib qo'yadi, bilmayman, Jallakanning nimasi teshasi yo'q-da, dokumentalniy qarab kelganda Jallakan nimasi yo'q ekan. Ulan degan nimani otunda, qari. O'sha yerga boramiz, o'sha yerdagi cho'nglardan ko'mir olamiz bo'ldi. Perogruz bo'yicha nima aytsak Kamazlar dele 15 tonna tashlaydi, perogruz bo'ladi. Xo'asi dele perogruz bo'ladi. Chinda o perogruz bo'lib turgan bo'lsa, o Qirg'izistonda texnikani вообще yurishning keragi yo'q bo'lib qoladi-da. Yashovchilar ko'prikni ta'mirlash talabi bilan kompaniyaning egasi deyilgan Jalil Atambayevga murojaat qilishgan. Atambayev yo'llarni ta'mirlab berishdan bosh tortgandan keyin qishloq hukumatiga tarozi o'rnatib berishni iltimos qilishmoqda. Yashovchilar agar tarozi o'rnatilsa, belgilangan me'yor saqlanib, bundan tushgan mablag' yo'llarni ta'mirlash uchun sarflanar edi degan fikrda. Jekelende endi oyoqqa bir 70-80 kamaz var. Oşolar geliştik özüz. Birimiz tarbiyalayız, Xudo xolasa. Allah qo'llab tursa. 13 tonna, 14 tonnadan ашық жүк жүктөбөй турган кылдык. Бул норманы бузган эми мынау кытайский машиналар, мынау Жалил Атамбаевдин көмүр кенин иштеп баштады. Бирок бул менде бир менчик машина жок деп атат. Эми оягын Алла билет, кимде бар, кимде жок. Бизге таразы коюп берсе ошол чечилет да. Прицеп сүдүрөп каттайбы, каласа 7 тонна жүктөйт, каласа 10 тонна жүктөйт. Biz ошол өзүбүздүн сөзүбүзгө жооп беребиз, Xudo xolasa. Өзүбүз тарбиялап алабыз. Qishloq hukumati tomonidan hududdagi tarozi bekatini o'rnatish uchun harakat qilingan, lekin o'tkazish punktini ochishga ruxsat berilmagan. Biz ayыл өкмөт бул мамлекеттин жолу болгондуктан биздин ички жол эмес экен, биз ал жактарга кайрылып көрсөк, алар 20 тонна неме беришти. Андан ашканына биз эгер ошол Ош Нокат жолундагы турган таразыдан biz özümüz ошол жерден текшерип, ал жерден штрафтарын өзүбүз алып алабыз деп ошондой жооп беришкен бизге. Бизге атайын андай таразы көзөмөлүн коюп бергенге болбойт экен. Popon yo'lni saqlab qolish uchun belgilangan me'yorni nazorat qilish kerak. Qishloq hukumati tuman hokimi bilan birgalikda tarozi bekatini ochish iltimosi bilan hukumatga murojaat qilish arafasida. Bu vaqtgacha yo'ldan o'tgan og'ir mashinalar mobil tarozilar bilangina nazorat qilinar edi. Lekin mobil guruh kunduzigina ishlaydi. 50-60 tonna yuk bilan o'tgan holatlar asosan tunda o'tadi. O'tayotgan haftada Batken shahrida Javohir Kengashining nosni sotishni taqiqlash bo'yicha taklif qilgan qonun loyihasiga qarshi miting uyushtirildi. Norozichilik aksiyasiga Batken rayonining Dara qishlog'idan 200 ga yaqin fuqaro ishtirok etgan. Norozi bo'lganlarning so'zlariga ko'ra, qishloqning deyarli 90% aholisi qora tamaki o'stirish bilan shug'ullanadi. Dara qishloq hukumati tog'li hudud bo'lganligi sabab boshqa ekinlardan hosil olish imkoniyati oz. Agar qonun qabul qilinsa, biz asosiy daromad manbayimizdan ayrilamiz deyishadi norozi bo'lganlar. Qonunga qarshi bo'lganlar haqida navbatdagi lavhada ma'lumot beriladi.
Dara qishlog'i tog'li hudud bo'lganligi sabab mahalliy yashovchilarning ko'pchiligi qora tamakidan daromad oladi. Fermerlarning so'zlariga ko'ra, boshqa ekinlardan hosil olish imkoniyati oz. Shu sabab mazkur qishloq yashovchilari qora tamakini taqiqlash borasidagi qonun loyihasiga qarshi. Yechib alkash bo'lib, mast bo'lib, sholmen o'lganlardan, yoshlardan ko'p ketib o'tadi. Bular araqda o'ziga albaytlar. Bular papirusni, gavursan papirusni betiga yozib qo'ygan. Bular unda jalal, bular unda nima? Papirus magazinga olsang 50 so'm. Nosfoydin 1 kilosi 50 so'm. Onu yeka çekersin. Bir nosfoyda ağday olsun. Endi bilib bilmay mana biz çaylagan deputatlarımız hazır bizge karşılık kılıp bunday tabaki bo'lib olsa, bunday qarşılık tegiligi hepsi biz ma'qul emas biz o'g'a. Ma'lumotlarga ko'ra, Dara qishloq hukumati bo'yicha 75 gektar yerga qora tamaki ekiladi. Mahalliy yashovchilarning daromadi ham shu bilan bog'liq. Qishloqdan nos tayyorlagan o'nlab kishilarni uchratish mumkin. Agar qonun qabul qilinsa, daraliklarning yashash sharoiti og'irlashadi. Ayriqcha Batken rayonu bu sigaretten, araqtan alыс қалықта бұл жердің немесі ушундай. Елдің түшүнүгү. Ошондуктан биз сиздерден суранат элек ушул маселени так карап, анан кийин эгер муну токтотуп кое турган болсо биздин жашоо шартыбыз өтө оор абалга түшөт. Ал 7 сотук менен тирикчилик өткөрүш өтө кыйын. Себеби элдин 90% жумуссуз. Калганы 1-2 гана мамлекеттик деңгээлде иштеген адамдарыбыз бар, мамлекетте иштейт. Мугалимдер, медиктерибиз. Калганы бардыгы ушул дыйканчылык менен гана тирикчилик. To'planganlarning murojaatlarini tinglagan tuman va viloyat apparati rahbarlari qonun hozircha kuchga kirmaganligini tushundirdi. Shu sabab yashovchilar dehqonchiligini davom ettiraversa bo'ladi. Обсуждение башталды. Азыр сиздердин сөзүңүздөрдү кагаз жүзүндө биз алып туруп, аким менен биз коштуруп губернатораттан керектүү жерге жөнөтөбүз. Сиздер жазганыңыздарды биз эсептеп жөнөтөбүз. Эсептеп туруп, ар бир адам канча алат бул эмеден. Сиздер эме кылсаңыздар, запет кылсаңыздар, канчага бул адамдар банкрот болот баягы айткандачы. Ошону биз эсептеп туруп, шашпай эме жөнөтөбүз. Бул жагыдан эме кылыңыздар. Сиздердин сөзүңүздөр жетет. Dara qishloq hukumati tog'li bo'lganligi sabab boshqa ekinlardan daromad oz bo'ladi. Shu sabab aholining ko'pchiligi qora tamaki o'stirish bilan shug'ullanadi. Ular tamaki yordamida 10 million so'mgacha daromad olishlari mumkin. Tayyorlangan mahsulot Rossiyaga eksport qilinib, qolgani mahalliy bozorlarda sotiladi. Jalolobod oblasining Nokena rayonida sitrus mevalari o'stiriladi. Solijon Zokirov 10 yildan buyon banan o'stirib, bu yil hosil olish arafasida dastlab 2 tub banan ko'chatini olib kelib o'stirgan. Oradan yillar o'tib mevalarni, boshqa turlarni issiqxonada ko'paytira boshlagan. Hozir uning parvarishida sitrus o'simliklarining 20 ga yaqin turi bor. Tropik mevalarni bizning iqlimga loyiqlashtirib o'stirish sirlari haqida navbatdagi lavhada ko'ring. Solijon Zakirov banan o'simligini 2005-yilda qo'shni O'zbekistondan olib kelgan. 2 yil avval issiqxonaga olib kelgandan keyin banan joriy yilda meva bera boshladi. Bog'bonning so'zlariga ko'ra, issiqxonada o'stirilgan banan oddiy bananlardan farqlanadi. Анан бул жагынан отдельно чыгып туруп мынакей. Мына жерден кармайт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ошо кармаганы ошо 20-22ден мөмөр экен. Гүл окшоп чыгып кармап келет да. Анан эгерде бул азык берсе мен ойлойм ушулардын баары эле кармаса керек деп. Ошо азыгы жок үчүн ошо 150-180 га жакын мөмө кармайт экен. Banan qora tuproqqa ekilib, o'g'itlar yordami bilan yuqori darajadagi issiqlikda o'sadi. Turli mavsumda ham rangi zangori bo'lib turadi. Ularni bir idishdan ikkinchi idishga ko'chirish mumkin emas. O'simliklar bir haftada bir atrofi tozalanib, suv quyiladi. Dekabrdan boshlab o'sha mo'malar boshtalib, hozir ko'rdinglar, limonni emesi tugendi, biroq bunday yaxshi qaramay olmadi. Biz o't chaqqan jo'qmiz da былтыр. Bu terenglikda жылуулук кармап турат. Буга постоянный minimum 20 градустун үстү болуш керек экен. Ошондо банан 12 ай дегенде мөмөрөт экен да. Мен эсептеп көрдүм, жалбырак ушу 21ден өткөндөн кийин ошо банан мөмөнү кармайт экен. Solijon Zakirovning hovlisida banandan tashqari tropik o'simliklarning 20 ga yaqin turini uchratish mumkin. Mazkur issiqxonada 100 ga yaqin banan o'simligi bor, shuningdek sitrus o'simliklaridan palma daraxtining 6 turi, kivi, funduq yong'og'i, limon, qahva va arab xurmosini uchratish mumkin. Issiqxona kichik bo'lganligi sabab bog'bon o'simliklarni qirqib turishga majbur bo'ladi. Har bir ko'chat bir yilda atrofidan 5-6 ko'chatlarni chiqaradi. Endi былтыр мундан почти 2,5-2 metrga чейин өсүп кетти. Күз келип калды. Анан күзүндө биз кыйып салдык да. Ошо кыйып салып туруп, анан үстүн жаптык, 2 кабат пленка кылып. Эми мурун ачык турганда күзүндө жапчу элек.
Анан мен ойлойм муну ошо бийик кылып туруп биз кыйбаганыбызда мөмөнү жакшы берсе керек элек дейбиз. Ошо кыйып салгандан кийин чыккан мөмөлөр ошондой болду да. Где-то 7-8 банан ошо түйдү. Bananning barglari 21 taga yetganda meva beradi. Mazkur o'simlikning vatani Malayziya bo'lgani bilan Qirg'iziston iqlimida ham o'stirish mumkin. O'tgan haftada Yaponiyada kuchi 7.3 ballni tashkil qilgan zilzila sodir bo'lib, voqeada 40 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Hozirda vayronalar ostida qolganlarni qutqarish ishlari davom etmoqda. Meteorologlar yaqin kunlarda zilzila qayta takrorlanishi mumkinligini aytishmoqda. Bunday xabardan so'ng hukumat xavfli bo'lgan hududlardan aholini ko'chirmoqda. Yaponiya hukumati qaytadan zilzila bo'lishi mumkin degan taxminlarga tayangan holda xavfli hududdan 250 mingdan ortiq yashovchilarni boshqa joylarga ko'chira boshladi. Eslatib o'tsak, o'tgan haftada 2 marta kuchli yer silkinishi ro'yxatga olinib, 42 nafar odam olamdan o'tgan. Qizil jamiyat vakillari tabiiy ofatdan jabrlangan aholiga yordam ko'rsatish uchun qo'shimcha shifokorlar guruhini yubordi. Zilziladan shaharning ko'p qismi vayronaga aylanib, minglab odamlar jarohat olishgan. Ayni vaqtda 11 odam bedarak yo'qolgani ma'lum qilindi. Qutqaruvchilar ularning ko'p qismi ikkinchi marta ro'yxatga olingan zilzilada vayronalar ostida qolgan deya taxmin qilishmoqda. Yaponiyada tez-tez zilzila bo'lib turadi. 2011-yilning 11-mart kuni kuchi 9 ballga yetgan yer silkinishi ro'yxatga olinib, 15 mingdan ortiq kishi halok bo'lgan. Ayni vaqtda ham o'tgan haftadagi halokatdan jabrlanganlarni qutqaruv ishlari davom etmoqda. Ta'kidlab o'tsak, shu vaqtda Ekvadorda ham kuchli zilzila bo'lib, 200 dan ortiq kishini bu dunyodan olib ketdi. U yerdagi zilzilaning kuchi 7.8 ballni tashkil etdi. 1,5 mingdan ortiq kishi jarohat olib, ko'pchiligi og'ir ahvolda. O'tgan oyda Turkiya bilan Yevroittifoq dengiz orqali kelgan muhojirlar oqimini to'xtatish bo'yicha shartnoma tuzgan. Unda Turkiya Suriyadan chiqqan qochqinlarni qabul qilib, Yevroittifoq dengiz orqali Turkiyaga suzib kelgan muhojirlarni ortga qaytarish rejalari qaralgan. Suriyalik qochqinlarga boshpana bersa, Yevroittifoq Anqaraga moddiy tomondan yordam berishini va vizasiz tizim kiritishini va'da qilgan. Biroq bunda aytilgan ma'qullashuvlar bajarilmay qolishi ham mumkin. Agar Yevroittifoq iyun oyiga rejalashtirgan Anqaraga vizasiz usulini kiritish va'dasini bajarmasa, Anqara muhojirlarni qabul qilish bo'yicha Yevroittifoq bilan shartnomalarni bajarmaydi. Bu haqda davlat premyer-ministri Ahmet Davutoğlu matbuot anjumanida ma'lum qildi. Ta'kidlab o'tsak, o'tgan oyda muhojirlarning oqimini to'xtatish maqsadida shartnomaga imzo chekkan edi. Unda Yevroittifoq Anqaraga moliyaviy almashuvlarni va siyosiy imtiyozlarni qo'llab-quvvatlashini va'da qilgan edi. Yevroittifoq dengiz orqali Turkiyaga kelgan muhojirlarni ortga qaytarib, ularning o'rniga Suriyadan kelgan minglab qochoqlarni qabul qilishlarini so'ragan edi. Shu bilan birga moliyaviy ta'minlash shartlari, vizasiz usulini kiritish va Anqaraning Yevroittifoqqa a'zo bo'lish jarayonini tezlatish rejalari ko'rilgan edi. Bu konularda Men boshidagidek эле iyun oyina vizasiz rejim kuchuna kiradi degan ishonimdaman. Agar dal bo'lsa, anda Turkiya kelishimga qaralgan ma'qullashuvlarda qaralmaydi. Davutoğlu Turkiya bergan va'dalarni ustidan chiqishiga harakat qilmoqda. Yevroittifoqning ortga qaytishiga hech bir asos yo'q deb ta'kidlab o'tdi. Shartnoma muhojirlarni Turkiyadan Egey dengizi orqali Yevropaga borishdan qaytarish maqsadida tuzilgan. Ular dengizga chiqib turli xil hodisalarga duch kelishmoqda. Ammo Turkiyaga kiritish taqiqlangani boshlansa ham muhojirlarning oqimi to'xtagani yo'q. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan voqealarimiz hozircha shulardan iborat edi. Keyingi yakshanba nazar orqali yaxshi xabarlarga birgalikda nazar tashlaguncha omon bo'ling.